Vay bu maşallah. Güzellik degende göz aldığına yani güzellik geledi. Şu güzelliği sizlere bugün yaratıp görgezip bereme. Bu navda ise Xudo xolasa Hazaras'ta nömeradin bolgan intizor perdelari bo'ladi obunachilar. Hammangizga assalomu alaykum hurmatli oilaviy tuna obunachilarim. Bitta yurakchani qizartirib Xudo xolasa aka ukalari, apa singillari jo'natib qo'yasizlar. Bugun sizlarga Xudo xolasa haqiqiy bir go'zallikni ko'rgazajman. Go'zallik deganda haqiqiy bir chiroyli narsani, xushbo'ylik, zo'r bo'lishi kerak. Yine sizlarga Xudo xolasa go'zallik. Bugun biza Xudo xolasa To'proqqa tumani, ya'ni Pitnaga kelganmiz. Ya'ni Banisani ko'chasining arkasına sho'rimizda bir xonadonimizda ikki etaş taqlag'anlar, ya'ni intizor pardalarini ko'p vaqtdan ko'rgazdilar, lekin kilitlari ko'p. Xudo xolasa bugun imkoniyat topib keldik. Sizlarga bugun go'zallikni ko'rgazib o'tamiz. Assalomu alaykum intizor aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Maşallah haqiqatdan ham go'zallik deganda men tushunaman, haqiqiy bir go'zal narsani go'zal deyish kerak. Rahmat sizga. Haqiqatdan ham qo'lingiz gul. Rahmat aytamiz. Malades. Endilikda ma'qulning birimiz bir xonadonimizda ikki etajdan iborat. Ya'ni necha xil parda tikib berdingiz, necha modelda? Beri 5-6 xil modelda tikib keldik. 5-6 xil. Hozir bir yandan ko'ryapmiz Xudo xolasa. Bu nov degan modelimiz bu. Shuni ayting. New klassika bu. New klassika degan, to'g'rimi? New klassika degan modelimiz, hurmatli obunachilar. Bu xonadonimizning ham egasi internet orqali ko'rib zakaz berganlar. Ya'ni Drujba, Pitnak, Bag'at, Hazarız, Juandir 5 ta ish qilib o'rnatmagan qishloqlari yo'q, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa shu o'rnatib qo'ygan qishloqlarimiz egalari bo'ladi olsa, bitta kommentariy yozib ketishingizni so'rab qolamiz. Kerbekdan ham ko'p zamirlar oldim, Xudo xolasa Kerbekdan ham Xudo xolasa nasib bo'lsa. Kerbekdan ko'p bo'ldi zakaz. Endi qarang endi inson. Esa Xudo xolasa bir yana ko'rasiz qolamiz, obunachilarimiz yurakchani bosib, Xudo xolasa zakaz beraman degan bo'lsa, ekranda nomerlar yozib qoldiramiz, telefon bog'lanishlari mumkin. O'zingiz borib razmer olish o'zingizdan, to'g'rimi? Bu tekin axir. Bo'ldi. Obunachilar, oilaviy TVdan chiqadi o'zingizdan Xudo xolasa bir planlariniz bo'ladi bo'lsa, chegirmani zo'r bo'ladi. Ko'rib borasizlar. Keling esa kamerachi bor. Bu xonani ko'rsatasiz. Ikkisini modeli bir bo'ldi menga shunda mana. Ha, bu klientimizda shu har xil bo'lib ketmasin dedilar, bir xil bo'lsin. Ha, bu angarki erkaklar bo'lsa, bu ayollarga mana shunda bu. Xonasi. Gap bo'lishi mumkin emas. Shu xonadonlardan to'ylab bo'lsin deymiz, hurmatli obunachilar. Haqiqatdan ham ya'ni to'ylar qilaman deb, yaxshi kunlar qilaman deb intizor pardaga Xudo xolasa shuning niyati bilan pardalarni zakaz berdilar. Haqiqatdan o'zlari quvonib o'tirdilar. Ya'ni ko'ngillaridan urdi. Ya'ni internetda ko'rganda shu ishlari sifati chisti o'zlari ko'rgandi. To'g'rimi? Bu modelimiz Xudo xolasa New Classic'dagi modelimiz, endi ko'rishingiz mumkin. Haqiqatdan ham bahosini o'zingiz berishingiz mumkin. Ko'rib borasizlar endi Xudo xolasa ikkinchi etaj chiqib, sizlar to'liq obzorni ko'rasiz. Obunachilarimiz Xudo xolasa bir xona, ikki xona endi tepaga chiqamiz, tepadan ko'rgazib o'tamiz sizlarga Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ya'ni ikkinchi etajga chiqdik. Bu hovlimizda ko'rishingiz mumkin, balkona chiqarliq tarafda shuningdek bir ajoyib pardalarni tikkanlar ko'rishingiz mumkin. Haqiqatdan ham parda desa bo'ladi axir. Bu Hazarasda aytaman-ku, eng zo'r Brentoy pardalari bir bo'ladi obunachilar. Ya'ni intizor pardalar bo'ladi. Yaqindan bir ko'rasiz bering, nima deydi bu? Xudo xolasa shuning nima deb atmosferada portatib berganlar. Endi Xudo xolasa bu xonamizga kiramiz sizlar. Keling endi. Keling. Obunachilar, bu Xudo xolasa bu spalnimizda ko'rishingiz mumkin. Haqiqatdan ham bir jozibador parda desak bo'ladi. Endi odini novdab beramiz buni odini. Intizor minimalizm deb, to'g'rimi? Haqiqatdan ham menga qaranglar. Do'rim, o'rim sochlari dedi-ku, ish gap bo'ladi shu obunachilar. Ena sizlarga. Falan. Gap yo'q. Mashallah. Obunachilar, Xudo xolasa ya'ni yana bir aytaman, pardalar uchun yurakchani qizartirib, yaqinlarga tashang. Eng zo'r parda tiklamadagi bo'lsalar, ish nomerlari telefon orqali intizor pardalarini endi keyingi xonamizga o'tamiz, ko'rib borasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, yana ko'rdingizlar Xudo xolasa, bu ham taraf nisbasida, ya'ni jaluzi, yana pardalar qilingan, ya'ni ayollar xonasi bu, sababi girib bo'lmaydi hamma xonaga, hurmatli obunachilar. Shuning uchun sizlar endi katta zalimizni ko'rasiz. Chiroyli atmosferada haqiqiy zo'r pardani ko'rasiz. Bu hammaga kadabi albatta. Ko'rib borasizlar. Keling, ina. Mashallah, hurmatli obunachilar, bu teatralkamizni uje tanimayajak odamni o'zi yo'q. Ya'ni bu haqiqatdan ham insonlarimizni, apa-singillarimizni, aka-ukalarimizni qalbına kirib keldi. Bu haqiqatdan ham egasini chiqqan bu. Egasini deganlarimiz intizor pardalari zo'r tikadimi? Mana qarang.
Maşallah. Yine. Taxlanmagan holati bu. Taxlanma, endi taxlanadi olib, to'g'rimi? Yo'q, taxlanmaman. O'zi Nima tayyor bo'lib turibdi bu yana. Nima qarang. Taxlamasan ham turadi bu. Gap yo'q. Men qarang intizor haqiqatdan ham pardalarini bu teatrallik haqiqatdan ham trenddan kam edi bu menimcha. Yo'q, modadan qolmaydi. Modadan kam edi bu. Yo'q. Yana qarang. Yana. Xudo xolasa tezlara men ham joy solibman. Joyima intizor pardalarini xudo xolasa o'zim Xudo Ustonovga dastlabkilarni qilib beradilar o'zlari. Ustonovga ketib, onu ham ko'rib o'tamiz nasib bo'lsa tez orada. Bu yon tarafimizga qarang, bu yon tarafimiz ham dim xo'shroq bo'lib Men qarang, ikki yon taraf ham bir xil bo'lganman, to'g'rimi? Bu yon taraf ham bir xil. Yurgazing ishinatingdan. Sunnatulloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Hali ham boshda bir de yana bir joy remont bo'lib turibdi. Ish planda. Avo. Beram xudo xolasa endi zamirlarni alamiz, oz vaqt qoldi endi remont tugashina. Bo'ldi. Beram shu modellarni ishlab berasan deb turibdilar xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatdan ham obunachilar men endi nodajagima hayronman. Bu faqat go'zallik bor faqat bo'lib qoladi bu. Shuning uchun go'zallikka bitta like bosasizlar. Tanlov o'zingizda intizor pardalari xudo xolasa sizlar uchun xizmatda. Hammani intizor pardalarini kutib qolamiz. Intizor aka siz ham kattakon rahmat aytamiz. Joningiz sog' bo'lsin deymiz. Bir nomerlaringizni ekranda aytib qoldiramiz, yozib ham qoldiramiz keyin. 88 601 38 32. Esa biz xudo xolasa hamisha obunachilarimizga har oy 2 marta, 3 marta ko'ryapsiz boramiz. Xudo xolasa xalqimizda tanlov o'zimda intizor pardalari nomeradini hammani intizor pardalalarida kutib qolamiz. Kelaverasizlar.